Şərq Türkistanlı qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı mütəxəssisləri Xitayning Şərq Türkistan, Tibet və başqa joylardakı Uyğur, Qazaq, Qırğız şundaqla başqa Türkiy xalqlar və Tibetlərni izchil turda məcburi əmgək selish ayblashlarına qarata əndişəlanganligini bildirdi. Source Journal xəbər to'rining 28 yanvar kunidagi xabarida aytilishicha, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Haqları Kengashi tarafidan tayinlangan alayda dokladchilar va xizmat gruppasidan tarkib topgan bir hay'at payshanba kuni e'lon qilgan dokladida Xitoyning bir necha viloyatida etnik asonliq millat xalqlariga qatilgan davlat tarafidan izchil yurgizib kelayotgan majburiy emgak selish qilmishining o'rniki mavjud. Majburlash elementlari o qadar shiddatli ekanki, bular insoniyatga qarshi jinoyatni shakllantiradigan majburiy yetkash va qul qilishdan iborat deyildi. Mutaxassislar dunyo miqyosida g'azab nafrat qo'zg'agan jazo lagerlari asosan taqalgan bo'lsa-mu, Xitoydagi majburiy emgak selish hukumat majbur qilgan emgak kuchi yetkash orqali nomrodlikni azaytish programmasi orqali davomlashayotganligini, bu programmaning sayesida zulm ko'rgan Xitoy osonliq deb atalgan xalqlarning butun mamlakat miqyosida ishlashga majburlanganligini, xohlagancha tutqun qilish, jazolantirishdan qattiq qo'rqqanlikdan ish taqsimotini rad qilish va almashtirish ixtiyorining bo'lmaydiganligini, atalmış Şinjanning 2021 yilidan 2025 yilgacha bo'lgan oraliqdagi 5 yillik planida 13 million 750 ming ishchining yetkilishining mo'ljallanganligini, ammo amaliy sonning bundan yuqori ekanligini aytgan. Tibetliklarmi o'xshash programmalarda majburiy emgakka selinayotgan bo'lib, mutaxassislarning bildirishicha 2024-yili taxminan 650 ming tibetlik emgak kuchini yetkash programmasining ta'siriga uchragan. Mutaxassislar emgak kuchini yetkash programmasining hukumatning nomrodlikni azaytish bahonasi bilan Uyg'ur, Tibet va boshqa Xitoy asonliq millat deb atalgan millatlarning kultur, din kimligini, tilini majburiy o'zgartish siyosatining bir qismi ekanligini ogohlantirgan va Xitoyda faoliyat olib berayotgan Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa Xitoy asonliq millat deb atalgan millatlarning kultur, din kimligini, tilini majburiy o'zgartish siyosatining bir qismi ekanligini ogohlantirdi va Xitoyda faoliyat olib berayotgan va Xitoydan mal sotib oladigan shirkatlarning ta'minlash zanjirining majburiy emgak bilan bulg'anmaganligini kafolatlantirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining savdo va inson haqlari yetakchi prinsiplariga asosan inson haqlari ahvolini tekshirib chiqish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotlari mutaxassislari o'ttirg'a qo'ygan andishlar Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining Uyg'urlarni majburiy emgak selishning oldini olish qonunining yo'lga qo'yishi to'g'risida parlament tekshirishi boshlatgandan keyin o'ttirg'a chiqqan. Amerika Islom munosabatlari kengashi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining tekshirish natijasiga javoban Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi rahimsizligi hammalarga ayon. Uyg'ur musulmonlari, Tibetliklar va boshqa asonliq millatlarning majburiy emgakka selinishi insoniyatga qarshi jinoyatdan boshqa narsa emas. Barliq davlatlar tomonidan ayblanishi kerak dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin prezidenti Dr. Məmtimin Əla əpəndi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı təkşürüş nəticələrinin xalqara cəmiyyətin insaniyyətə qarşı cinayət, irqi qırğınçılıqni to'xtatishdagi məğlubiyyətini namayan qıldıqlarını və bayanat şundaqla dokladlardan halqıb xalqara sudlarda sud etiş kerakligini tushundirdiganligini aytib, xalqimiz Xitoy mustamlikachiligi ostida qolgan muddat ichida irqi qirg'inchilik yoki qulluqni oxirlashtirishning yo'li bo'lmaydi. Şərq Türkistan işğal ostida bo'ladigan bu jinoyatlar izchil davomlashadi. Mustamlikadan qutulish va mustaqilligimizni qaytadan qo'lga keltirish ixtiyor emas, ular hayot qilish uchun zarur dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Dr. Məmtimin Əla Xitoyning Amerikani nishon qilgan ta'sir ko'rsatish harakatlarining doirasiga nisbatan andishalarini bildirib ogohlantirdi. The Tribunal xabar to'rining 2 fevral kunidagi xabarda Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Dr. Məmtimin Əla ijtimoiy axborot suhbati X'da dunyo miqyosida faoliyat qilayotgan taxminan 2000 tashkilotning Xitoyning Birlashma fronti bilan munosabatining borligini, uning ichidagi oz degandimi 1000 tashkilotning Amerikada harakat qilayotganligini bayon qilib, bu tashkilotlar Oqsaroydan tortib Iroq strategik o'rinlargacha Amerikaning barliq qatlamlariga singib kirib, sovuq munosabatlar urushining eng yuqori pallasidagi Sovet ittifoqiga havas qiladigan keng ko'lamli istihborot va ta'sir ko'rsatish to'rini shakllantirdi.
vazifasi istihbarat yig'ishdan mualqib ketgan bo'lib, Amerikaning ichki qismigacha ojizlashtirib etish dedi. Mamtimin Ala yana bu harakatlarning ichki qismidagi yoshirin aktyorlar tarafidan qo'llashga erishganligini ogohlantirib, dushman allaqachon ichida. Bir kuni hokimiyatni qo'lga olishga yordam bera oladigan 100siz makkar ichki aktyorlarning yordamiga erishishlik. Bu tashkilotlarning mavjudligi bilingan, nazorat qilinayotgan bo'lsa-mu, ularning parda orqasidagi ishlari oshkorlanmagan. Agar ular maqsadiga yetsa, bu ularning Amerikani aldab ketganligidan emas, balki dushmanning ichki ta'siri sababidan bo'ladi dedi. Mamtimin Ala Avstraliyalik Uyg'ur siyosiy rahbar. Faoliyatchi va ziyoli bo'lib, 1971-yili Sharq Turkistonning Atush shahrida tug'ilgan. U 2023-yili noyabrda Sharq Turkiston surgunda hukumatining 5-navbatlik prezidenti bo'lib saylanib, xalqarada Uyg'urlarning huquqi, mustaqilligi va Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligini e'tirof qildirish uchun kurash qilmoqda. U ilgari Sharq Turkiston surgunda hukumatining Yevropa vakili bo'lgan va Sharq Turkiston diasporasini birlashtirish, irqiy qirg'inchilik va kultural bostirishga aloqador tashqi siyosatga ta'sir ko'rsatish qatorliq jihatlarda boshlamchilik rol o'ynab kelmoqda deyildi. Mazkur xabar yana Osiyo xalqaro xabarlari to'rida xabar qilindi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtimin Ala apandi mazkur yozmasini 1 fevral kuni ijtimoiy axborot suhbasi X'da Xitoyning Birlashma frontiga munosabatlik 2000 tashkilotining oshkorlanganligiga aloqador isbot anglash yig'iniga inkos qaytirib e'lon qilgan edi. İrfan qo'shuni mamlakatimizning, millatimizning va umumiy xalqimizning baxt saodatiga to'sqinlik qilib kelgan va to'sqinlik qilayotgan qiyin bir dushmanimiz bor. Asrlar bo'yi o'z qo'ynida xalqimizni falokatdan halokatga, saodatdan safolatga tortib ketayotgan bu dushmanning nomi hammaga ma'lum bo'lganidek jaholatdir. Bu jaholat bir butun mavjudligimizni yo'qlikqa, to'g'ridan-to'g'ri halokatga elib bormoqda. Bu qo'rqinchli tahlikadan qutulish uchun buyuk bir qo'shinga ehtiyojligimiz. Ushbu qo'shin bo'lsa, ilm-irfon qo'shinidir. İlim-irfan qo'shuni kelajagimizning yagona yo'lanchigi va yagona uludir. Bir millat irfon qo'shuniga ega bo'lmaguncha saodat yuzi ko'rolmaydi. Millatlar orasida o'zining insonlik o'rnini saqlab qololmaydi. Millatimizni, xalqimizni va davlatimizni saodatga, abadiy salomatga ega qilamiz deyotganmiz. Hukumat va xalq birlikda qo'l tutishib, vaqt zoya qilmasdan to'liq va talabga loyiq bir ilm-irfon qo'shuniga ega bo'lish majburiyatimizning borligini unutmasligimiz, buning uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Hukumat o'zining yaxshi niyat va to'g'ri siyosat olib berayotganligini ko'rsatish uchun o'tmishdagi xatoliklarni va kamchiliklarini to'nigan holda o'lkamizning ta'lim-tarbiya va ma'rif sistemasini sog'lom bir programmaga bog'lashi va buni qat'iylik bilan amalga oshirishi lozim. Xalqimizning kelajak naslining fikr, ilm, san'at, fan-u nasihat va axloq beg'ida yetishgan sog'lom avlodlardan bo'lishini istasa, o'rinsiz va chorasiz ah-voh qilishni bas qilib, ma'rif yo'liga safarbar bo'lishlari kerak. Hukumat bilan xalq bir safda turib harakat qilganda, mamlakatga, millatga va davlatga foydali bir irfon qo'shinini borliqqa keltirgili bo'ladi. Buningsiz hech bir maqsadga yetish mumkin emas. Manba Erik gazeti 782-son 1949-yili 19-may. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.